Allah cheksiz savob va'da qilgan va doim himoyasi ostiga olgan bir turli kishilar bor. U bo'lsa-mu Ondaqda savr qiluvchilar kimlar? Savr degan nima? Savr qilish qandaqdir biz tushunib olgandek, zulmga sukut qilish yoki zolimga bo'y egish yoki haq huquqlarini mudofaa qilishdan chekinish yoki kuchi yetmaganda bo'ldi qilib o'tish, bel qo'yib o'tish deganlik emas. Savr qilish, bardoshlik berish, chidamchan bo'lish, izchil harakat qilish demakdir. Bizda toshni tashgan suv emas, sudagi savr deydigan gap bor. Yani bu yerdeki savr suning to'xtovsiz harakatini ko'rsatadi. Savr qilish deganimiz haqiqatda tarlanmay mustahkam odoqqichi turish, zolim qarshi turish yo'lidagi qiyinchiliklarga bardoshlik berish, haq huquqini mudofaa qilish yo'lidagi aziyatlarga chidamchan bo'lish, Allohning dunyodagi mollarimiz va jonlarimiz orqali bizdan oladigan har turli sinoq va imtihonlarga bardoshlik berib, o'zimizni yo'qotib qo'ymaslik va Allohning buyurgan ishlarini ijro qilish va to'sqan yomon ishlarini yenishdiki har turli ruhiy besimlarni yengish savr qilish deb ataladi. Savr qiluvchilarga, ya'ni bardoshlik beruvchilarga, chidamliq kishilarga hisobsiz ajr, hisobsiz savob va'da qilingan. Shundaqla chidamliq kishilarni Alloh har vaqt himoyasi ostiga olgan.